Yaqinda Koreyada farzandli bo'lgan dugonam bilan gaplashib qoldim. O'zim uchun sut sog'adigan apparat sotib oldim deb qoldilar. Men Pogonsodan ijaraga olsangiz bo'lardi, bekor sotib olibsiz desam, shunaqa ma'lumotlarni bilmaydiganlar bor, aytib qo'ying videoda deb gapirib qoldilar. Men ham aytishga qaror qildim. Birinchi homiladorligingizni bilganingizdan keyin o'zingiz yaqin atrofingizdagi kasalxonaga borib ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin har oy ularga tekshiruvga borasiz. Tekshiruvga borishingizda shunaqa kundalik berishadi. Bu kundalikda 9 oy davomida bolani holati, bolani o'zida tushirilgan rasmlari, necha kilogramm bo'lgani, bosh aylanasi, necha santimetr bo'lgani, umuman hamma mayda-mayda ma'lumotlar kiritib boriladi. Mana bunaqa tarzda. Keyin shu davlat tomonidan beriladigan vaucher uchun sizga homiladorlik haqidagi ma'lumotnoma beriladi. Siz u ma'lumotnomani va ID kartangizni olib bankka borasiz, istalgan bankka yoki o'zlari aytgan bankka borasiz. Bitta farzandli bo'layotgan bo'lsangiz, hozirda 1 million won yoki ikkita farzandli bo'layotgan bo'lsangiz, egizak bo'lsa 1 million 400 ming won atrofida pul tushirib berishlari kerak. Bu hammasi sug'urtaga a'zo bo'lgan holatingizda amalga oshadi. Kasalxona sizga o'zlarini prilojeniyasini berishadi. U prilojeniyadan siz har borganingizdagi o'zidagi bolangizni videosini ko'rib tursangiz bo'ladi va bir umrga saqlab esdalikka olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Homiladorlik vaqtingizda yana Pogonsodan ham sizga mana shunaqa bejik berishadi. Bu bejik bilan jamoat transportlarida yurishingiz mumkin. Sumkangizga osib olib, bu degani men homiladorman, menga joy berishing shart degan narsa hisoblanadi. Pogonsodan turli xil vitaminlar berishadi, temir, vitamin D kabi vitaminlar berishadi va ularning tarkibini o'qib ichishingiz kerak bo'ladi, chunki ba'zi vitaminlarning tarkibi bizga to'g'ri kelmaydigan holatda bo'ladi. Va Pogonsoda nechidir haftalikda o'zlari aytadi, tekinga qon va siydik uchun analiz topshirishingiz mumkin. Sahringizni ham tekshirib berishadi. Bu ham hamma Pogonsoda har xil. Ba'zi Pogonsolarda beriladigan narsa boshqa hududdagi Pogonsolarda berilmasligi mumkin. O'shaning uchun buni o'zingizni hududingizdagi Pogonsolardan surishtirib olasiz. Va homiladorlik amalga oshganidan keyin yana Pogonsoga borib, sut sog'adigan apparatni ijaraga olib ishlatsangiz bo'ladi. Odatda 30 kun davomida beriladi. 30 kundan keyin yana ishlatishingiz kerak bo'lsa, telefon qilasiz yoki borib yana uzaytirmoqchiman vaqtini deb yana bemalol ishlatib yursangiz bo'ladi.